Kuningizni yaxshi boshlashni istaysizmi? Mana sizga oddiy va samarali reja. Birinchisi, ertalab ko'zingizni ochgan zahoti bir stakan iliq suv iching. Bu tanani uyg'otadi va ichki tizimlaringizni ishga tushiradi. Shu oddiy odatni har kuni takrorlang. Ikkinchisi, 5-10 daqiqa jismoniy mashqlar qiling. Cho'zilish mashqlari masalan, charchoqni yo'qotadi va tanangizni quvvat bilan to'ldiradi. Shu bilan birga kayfiyatingiz ham ko'tariladi. Uchinchisi, nonushta qilishni o'tkazib yubormang. Eng yaxshi tanlov tuxum, yengil non va yangi mevalar. Shu bilan energiya zaxirasini to'ldirasiz. To'rtinchisi, kunning o'rtasida ko'p suv ichishni yoddan chiqarmang. Har 1-2 soatda 1 stakan suv ichish tanani toza saqlaydi. Beshinchisi, harakat qilish. Kun davomida kamida 30 daqiqa yurishingiz yoki yengil mashqlar bilan shug'ullanishingiz kerak. Shu bilan qon aylanishi yaxshilanadi, charchoq esa yo'qoladi. Oltinchisi, kechqurun telefondan dam oling. 15 daqiqa meditatsiya yoki kitob o'qish. Bu miyangizni tinchlantiradi va uxlashga osonlashtiradi. Va nihoyat 7-si, 8 soat yaxshi uyqu. Shu oddiy odatlar bilan kuningiz zo'r o'tadi va sog'lig'ingiz mustahkam bo'ladi. 8 soat uxlashni bizga tavsiya qilishadi, lekin kim necha soat uxlaydi? Kommentariyada yozib qoldiring.